Albatta hammamizga shunaqa o'zini ota-onasini e'zozlaydigan zurriyotlar nasib qilsin, egalariga xayrli bo'lsin. Yaqin kunlarda O'zbekiston yo'llarida bunaqa farzandlar ko'payganda albatta jamiyatga ham, oilaga ham manfaati, foydasi tegadi. Shunchaki otalarini so'zlarini, otalarini xohishlariga qarab ushbu avtomobilni xarid qilib otalariga sovg'a qilyaptilar. Faqat otalari menimcha bu avtomobilni sovg'a bo'layotganini bilmasligi kerak. Avtomobilimiz Toyota Hilux 25 model, 25 ishlab chiqarilgan SR5 GLXS komplektatsiyada. Bu eng full komplektatsiya bo'ladi, omon spesifikatsiyada. Mijozimizning xohishiga qarab duga va jaluzi o'rnatib berdik, dub opsiya qilib. Lekin undan tashqari zavodskiy holatda beskulchoy dostop hamma Hiluxdan kelavermaydi va встроенный porog, qora brutallik diskalarida ahamiyat berganmisizlar yo'qmi bilmadim-u. Otaga avtomobil, onaga esa uy sovg'a qilinganda taxminan emotsiyalar bir xil bo'ladi. Nimaga? Uy qimmat-ku. Sababi esa otada o'zining fe'lidan kelib chiqqan holatda avtomobiliga bo'lgan moyilligi ayollarga nisbatan ancha baland bo'ladi. Uy masalasida esa teskarisiga.